Bazar qo'ygan Jilqi bozori 25-avgust. Hozir Jiddat savdolar bo'lishib, mana rastroq beramiz. Qo'ygan jering yo'q qo'yaylik. Ravochiy narsa bizga kelaydi hali. Buyog'i bizga ham ne bo'ladi? Xudo o'yladi hali. Buragacha o'sha. So'm og'loq bo'ldi. Yo'q, anchalik qotuvchi, men sal yumshoqroq qo'yaver ichine. 95. Qanchasi so'radi? 85. Jiddat savdo oldi. Hatto 1000 bo'ldi. 85 ming so'm savdo oldi. Necha edi? Xush keldi jariya. Malga jarat ertaga maldan arbaqtab keldi 60 ming so'm pul so'raydi buni bir. Sen pryamoyda u. TikTok'ku. Maldan boshqa hech qilay jaraversan. Malga Qanchadan o'tadi? Ertaga kelsang 60 ming so'm so'raydi. Senlar. Jo'nala beravermi uni? Ha bu bizdeki Atsilерku. Qanchaga sotamiz dedi. 100'dan tushmaymiz da'vatdayam 95 ga tushirdik. Adoy. Men senden 10 ming, biz 10 ming 20 ming pul so'rayotgan yo'qmiz. 5 ming so'm pul so'rayotamiz. 5 ming so'm pul so'rayotamiz deding. 90 degan o'xshaydi ekan, ha? Eng 90 ga qaram 90dan bir so'mdan tushmaydi. Qarab turaymiz-da. Kim jo'nalanma. Balam bo'ladi. Üstündeki. Aytib o'tirsam buna. 10 ming tushib bersin. Aytib o'tirsam 15 ming qo'shadi. Shundaylar gap. Bozorga qarab o'yla jo'nala. Yeting ham bir 5 ming, 3 ming tushib berib qo'y. Ya qo'ysam javonan narana men 100 ming so'm 100 ming so'm sotib turgan narsa emas, o'zing bilan ko'rib turasan. 90 tegaligini sotib turgan narsa olsa o'shanda 1 so'm 2 so'm qalasa. Yetelar. Risko edetsin. Yo'q. Adoy, anchalik qattiq bozordasan. Bozorda qo'llarmasha turgan odamsiz. Ertaga qarmaysin birovning qo'li. Sen yumshoqroq qo'laversan. Egesi bo'lish 90 ming so'mda. Alarman 85 ming so'm beryapti. Bozorda ko'targanda sotasan, sen menga joning olib qo'shib bergida cho'ntagini olib qolasan. Yüzde de alçak çaltı. Atayı küçük sattılar. Bu pazar. Buranın olmuyor. Şükür. Pazar ko'targanda pazar ko'targanda qana men hozir bu. Facebook bo'lmasa bu anonda ratulatilmaydi. Mazza. Buraya gelsen şurada. 2 bin lira. Ya hayda 3 bin lira. Ey, uyat bo'ladi, ey. Uyat bo'ladi, ey. Zinatına qo'yib, zinatına qilib, ey. 2 ming 3 ming so'mdan qulab qolmaysiz, qo'ytirib o'tasiz. Ey. 2 ming so'm, 3 ming so'm pul. Anchalik qattiq og'zimda qattiq ertaga mal olsang ham bilan birovdan. Hozir sağ Yaxshi bir qo'yingni jozib bir nima tursa seni qo'ytirgan yo'q, pul orttirib o'tadi. 3 ming so'm turib o'tadi deting. 2 ming so'm tura, 2 ming so'm. Ey, 2 ming so'm qo'yib berasizmi? 2 ming so'm. 1000 so'm. 1000 so'm qo'ydirlar. Ey, 1000 so'm qo'yib berasizmi? Ey, men Ey, 1000 so'm qo'yib ber qo'ylayman men. 90 mingga. Bo'ldi aka, 90 ming so'm bor. Sodani ham jari yurdinglar qisqalar. Ming so'm. Bu qalet ekan ama. 90 ming so'm. Kamingga o'xshaydi. Yamashlar ketdi jami. Aka bozor qilgan bozori to'nlar 25-avgust. Shu yerda ishga o'xshaydi menimcha. 90 ming so'mga sotildi. 90 ming so'mga sotildi aka. Yaxshi bo'lish. Buni qanchaga sotamiz ham aka? Telefon nomerini aytmaysanlar bu?
geldi mi? Ova. 777. 0777 14 13 57. 14 13 57. Okey, tamamlar esine çalıp baylanışıp görgüler esneyeceğim. Yaxşı ekan. Ya püştü ekan yaşı? Buna piştin ortasında ekan ha. Aytganday 90 ga ket. Ha, 90'a git. Negiz başında 100dan tushib o'tamiz. Ha, Bozor ekan. ova ova. Aka şu bolдар sat. Taka olaga çab oynay turgan at ekan da janivar. Nokia avtosalon. Ötöresiңe unda kalasa deyin. Okey, tamamlar. January. Nokia az 90 mingga sotilgan. Los yaxshi ekan January. Voy, bak. Bu qancha bo'ldi aka to'g'ri? 90 dedingizmi? Bozor qanchasida o'tadi? Yürenen de yana adam diyor. Ulak yürüdük de ya bu. Açtı kaçar. Ulağı tamay bu bunun. Ulak tamam. Yaşın ne? Yaş 5 asır. Qayerdik at? Nokia'nın adı? Qayerdin Nokia? Rahman. Rahman'dan Nokia. Telefon nomeri aytpaysizmi? Evet 74 bana. 774 mi? 05 01 10. 05 01 10 ekan. 250 ya. Bas 250 mi? Linya var mı ne? Ya çok ya. Nayla bazarla. Biroq ulağı tamay. Ayından beri öyle de. Özün çabasın bize qanday? Dostunlar. Dosunun atı mı? Bir haber ver. Ulağı tamay karaç. Bas 250 mi? Gelgen çıkan var. Ayrı. 8'den beri bulsa. Yaxşı. Boyu qancha chiqib qoladi? 55 dan o'ydiroq bu. Negizdan jo'n jo'ltirchilik ekan. Va, tamay deydi, bas 250 ming deydi. Telefon nomerini aytib qo'yaverdik endi. Shunday chalishib, balashib olaveradi. 2 yanvar. Saman qanchaga ketdi saman? 110. Biz aldık. Beni baştan koy. Qanchaga? 110 bin kaldı. 110 mingga? Bunu ben 415'te sattım hele Muru. Haydi 110 bin kaldı. Nasıl sonuna? Hayır, nasıl telefon olurum? Ha? Hayır, nasıl olsun? Aktabırsın. Ha? Aktabırs gidelim. Kaç aldın mı? Zor mu? 5 bin, zor mu? Evet, 115 bin de sattım hele özür. Hazır git. Haydi 110 bin kaldı. Şu aldana sattım. Bana bunu. 5000 tushirib olibsiz-da. 5 bin geçti bu onlara. Ular işte 2 ay Muru bergem de. Ha. Dem qanchaga sotasan sen buni aka? Satasiz ben buni? Satılmayı. Alındı. Okey. 110 ming so'm bu. Alıştır. Özüm sattım hele deydi 115 ga deydi. Maket oğanlar bugün bazar qonunchilik bazarına özgöçö bir at kirip kaldır. Turpa kulak, taka kulağı tamayat ekan. Bu takalangan ile gelgen ekan, negiz az jang takalap alıp keliptir. Basını 300 ming so'm deydi to'g'onlar. Esi bir tart koyçu dediler. Şu aylandı tart koyun dedi. Bu jilosun nari beri görüp koybaylı bu kan. Eğer puluna çıksa satıverem deydi. Boyu 1.60'dan öyle dey. January. To'xtat emikam, nomerini aytib qo'yayım. 74 menen. 774 menen mi? 05 01 10. 05 01 10. Qaratsidagi bo'ladi.
Жашы не болып қалған? Uşası. Бойы 1.60 шығалы? Ölçek görmedi 1.60. 60'dan öyle değil ağlı. Aynen. Şulat satılak gen olmuş. Bunlar satılak değil. Bası 300 bin değil. Okey, követ 91 bin songa satıldı ama şulat arzan getip kaldı men bilgenden. Bala aldı üstünden bala. Şimdi bala aldı mı? Kos oldu. Sinat mı? Kam atkılık olsun malades. Nasipsin arzan boldu şulatçı. O kurs jakşat kendine. Ulağa çabasın ben bunu. Azamat narıyor şurada koyacağım. Azamat nakey. Jakşı kendi. Malades nasipsin. 91 bin son. Men bilgenden şulat arzan ketdi. Kurs jakşı kendi. Ezem men ne turgat eken amaç. Tuğul jеңil atken. Cügönden var mı? Eğer topulgan. Kaç Şunday tuğanlar. 110 bin son oldu. Kilsari.